o'zini ayolidan zerikib ketib, boshqa ayol qidirib, buni bekitiqchi yo'llar bilan qilib, ota-onasidan bekitib, ayolidan bekitib, oilasidan bekitib, qochib, bekitib ishlar qilib yurgan erkaklar. Sizlar aslida boshqa ayol bilan birga bo'lsam, baxtli yashayman deb o'ylayapsizlar. Sizlar qidirayotgan narsa u ayol emas. U ayol bilan sizlar yana bir marta boshidan mana hayotni boshlab, yashab, o'tib yana o'sha muammoga tiqilasizlar. Bu ayol bilan ham kelasizlar o'sha muammoga. Aslida muammo sizlar o'tishinglar kerak bo'lgan dars birinchi ayolinglar bilan edi. O'sishinglar kerak bo'lgan joy birinchi ayolinglar bilan bo'lgan. Sizlar hozir u ayoldan qochib, u ayoldan zerikib, boshqa ayol qidirib, u ayol bilan o'sib keta olmaysizlar. U ayol bilan ham kelasizlar shu holatga. Keyin 3-ayol bilan ham kelasizlar, 4-ayol bilan ham kelasizlar. Aslida qidirayotgan narsanglar boshqa joyda.